Assalomu alaykum, qimmatli kichik do'stlar. Men qarindishinglar Rayhon Tajalli bo'laman. Tuvanda sizlarga Qur'on Karimning Uyg'urcha ovozli tarjimasini sunmoqchiman. Robbimiz Alloh Qur'on ovozini quloq tuyimizdan yiroq qilmag'ay. 1-sura Fatiha. Makkada nozil bo'lgan 7 oyat. Nahayati shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Jimi hamdu sana olamlarning Parvardigori Allohga xosdir. Allah nahayati shafqatli va mehribondir. Qiyomat kunining egisidir. Robbimiz Sangla ibodat qilamiz va sendilla yordam tilaymiz. Bizni to'g'ri yo'lga boshlag'in. G'azabingga yo'liqqanlarning va ozg'anlarning yo'liga emas, sen in'om qilganlarning yo'liga boshlag'in. 2-sura Baqar. Madinada nozil bo'lgan 286 oyat. Nahayati shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Mim. Bu kitobda, ya'ni Qur'onda hech shak yo'q. U taqvodorlarga yetakchidir. Ular g'aybga ishonadi, namozni ado qiladi. Ular biz bergan mol-mulkdan Alloh yo'liga sarf qiladi. Ular sana nazil qilingan kitobga, sendan ilgirki payg'ambarlarga nazil qilingan kitoblarga ishonadi va oxiratga cheksiz ishonadi. Ana shular Parvardigorning to'g'ri yo'lida bo'lg'uchilardir. Ana shular baxtga erishguchilardir. Shubhisizki kafirlarni ogohlantirmamsan, baribir ular iymon etmaydi. Allah ularning dillarini va quloqlarini hujjatlayotgan. Imonning nuri kirmaydi. Ularning ko'zlari pardlangan, haqiqatni ko'rmaydi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Kishilar orasida Allohga va oxirat kuniga ishondu deguvchilar bor. Haqiqatda ular ishonmaydi. Ya'ni og'zida ishondu degani bilan ko'ngilda ishonmaydi. Ular Allohni va mu'minlarni aldamoqchi bo'ladi. Haqiqatda ular tuymasdan o'zlarini aldaydi. Ularning dillarida kasal, ya'ni munofiqlik va shaklanish bor. Allah ularning kasalini kuchaytirdi. Yolg'on so'zlaganliklari, ya'ni yolg'ondan iymonni da'vo qilganliklari va Allohning oyatlarini masxara qilganliklari uchun ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ularga yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar deyilsa, biz isloh qilguvchilarimiz deydi. Bilinglarki, ular haqiqatan buzg'unchilardir, lekin buni o'zlari tuymaydi. Ularga, ya'ni munofiqlarga iymon etgan kishilardek, ya'ni sahobalardek chin ko'ngillar bilan iymon etdinglar deyilsa, biz iymon etgan ahmoqlarga o'xshash iymon etamiz deydi. Bilinglarki, ularning o'zlari ahmoqlar, lekin buni ular tuymaydi. Ular mu'minlar bilan uchrashganda biz iymon etdik deyishdi. Shayatonlari, ya'ni munofiq katta boshlari bilan yolg'iz joyda tepishganda bo'lsa, biz haqiqatan sizlar bilan bilamiz, faqat tilimizning uchida iymon etib qo'yib, mu'minlarni masxara qilamiz deydi. Masxara qilganliklari uchun Alloh ularni jazolaydi. Ularni gumrohliklarida qo'yib berdiki, ular tingir qilgan holda yurishdi. Ana shular hidoyatni berib, gumrohlikni oldi. Shunga so'disi foyda keltirmadi. Ular hidoyat topquchi bo'lmadi. Ular go'yoki kechida isinish va yo'riqlik elish uchun o't yoqqan kishilarga o'xshaydi. O't ularning atrofini yuritganda, Allah ularning o'tining yo'riqini o'chiribdi. Ularni atrofidagi hech narsani ko'rolmaydigan qorong'ulikda qoldirdi.
Ular gazdur, ya'ni gaz anglamagandek yaxshilikni anglamaydi. Gachidur, ya'ni gacha so'zlayolmagandek yaxshi ishni so'zlayolmaydi. Ko'rdur, ya'ni ko'r bo'lib qolgandek to'g'ri yo'lni ko'rmaydi. Shunga ular gumrohlikdan qaytmaydi. Yoki ular zulmatlik, guldirmamliq va chaqmoqliq qattiq yomg'irda qolgan go'yo chaqmoq so'qitib o'lib ketishdan qo'rqib, quloqlarini barmoqlari bilan itib olgan kishilarga o'xshaydi. Allah kafirlarni, ya'ni ularning hamma ahvolini bilib turg'uchidir. Chaqmoq chaqqanda ular ko'z nuridan ayrilib qolg'ili tas qoladi. Ular chaqmoq yo'riqida yengib oladi. Qarang'ulik qoplaganda turib qoladi. Allah xolsa edi, ularni anglash va ko'rish quvvatidan albatta mahrum qiladi. Allah haqiqatan har narsaga qodirdir. Ey insonlar, taqvodorlardan bo'lishinglar uchun sizlarni va sizlardan burunqilar, ya'ni o'tganki ummatlarni yaratgan Parvardigoringlarga ibodat qilinglar. Allah sizlarga zaminni to'shak va osmonni bino, ya'ni yulduzlarning zichlığida binoga o'xshash qilib berdi. Bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Sizlarga rizq bo'lish uchun yomg'ir orqali turli mevalarni o'stirib berdi. Endi Allohga sherik keltirmanglar. Halbuki sizlar Allohning sheriki yo'qligini bilib tursizlar. Bandimiz Muhammadga biz nozil qilgan Qur'ondan shaklansanglar, Qur'onga o'xshash biror surani maydonga chiqarib yiqinglar. Qur'onga ta'arruz qilishda Allohdan boshqa yordamchilarning hammasini yordamga chaqiringlar. Qur'on insonning so'zi degan gapinglarda rostchil bo'lsanglar. Agar bundoq qilolmasanglar, hargiz bu qilolmaysizlar. Kafirlar uchun tayyorlangan inson va toshlar yiqilg'i bo'lgan do'zaxdan saqlaninglar. Ey Muhammad, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga ularning ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirdiganligi bilan xush xabar bergin. Ular jannatning biror mevasidan rizqlantirilgan chaqda buning bilan burun dunyodami rizqlantirilgan edik deydi. Ularga ko'rinishi dunyoning mevalariga o'xshaydigan, ta'mi o'xshamaydigan mevalar berildi. Jannatlarda ularga pak juftlar, ya'ni hurlar berildi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Allah haqiqatan pasha va uningdan kichik narsalarni misol qilib keltirishdan tartinib qolmaydi. Mo'minlar bo'lsa, uning Parvardigori tarafidan nozil bo'lgan haqiqat deb biladi. Kafirlar bo'lsa, Allah bu narsalarni misol qilib keltirishdan nima iroda qildi deydi. Allah bu misol bilan nurg'un kishilarni uni inkor qilganlikdan ozdirdi va nurg'un kishilarni uni tasdiqlaganlikdan hidoyat qildi. Shu orqali faqat fosiqlarni ozdirdi. Fasiqlar Allah va'da olgandan keyin bergan va'dasini buzdi. Allah ulashqa buyurgan shayni uzib qo'ydi. Ya'ni sizlar rahim qilmaydi. Yer yuzida buzuqchilik qiladi. Ana shular ziyon tortuvchilardir. Allahni qandoqmi inkor qilasizlarki, jonsiz edinglar, Allah sizlarga jon berdi. Ya'ni otanglarning pushtigida, onanglarning qarnida abimani edinglar. Keyin ajlinglar to'shqanda Allah jininglarni oladi. Andin keyin tirildirdi. Andin keyin Allohning dargohiga hisob berish uchun qaytarilsizlar. Allah yer yuzidagi hamma narsani sizlarning foydalanishinglar uchun yaratdi. Andin osmonni yaratishga yuzilinib, uni qusursiz yetti osmon qilib tamomladi. Allah har narsani bilguchidir. O'z vaqtida Parvardigoring farishtalarga "Men yer yuzida xalifa, ya'ni o'rinbosar yarataman" dedi. Farishtalar yer yuzida buzuqchilik qildigan, qon to'kadigan shaxsni xalifa qilamsan? Halbuki biz bo'lsak seni pok deb madihlaymiz, muqaddas deb madihlaymiz dedi. Allah, men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman dedi.
Allah bütün şeylerning nomlarini Adamga o'rgatdi. Andın ularni farishtalarga ko'rsatib, xalifa bo'lishga Adamga qaraganda biz haqliq deydigan qarashinglarda rostchil bo'lsanglar, bu şeylerning nomlarini menga aytib beringlar dedi. Farishtalar, seni bütün kamchiliklardan pak deb tanıymiz. Biz sen bildirgandan boshqani bilmaymiz. Haqiqatan sen hammani bilguchidirsan, hikmat bilan ish qilguchidirsan dedi. Allah, ey Adam, ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergin dedi. Adam ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergan chaqda Allah men sizlarga osmonlardagi va zimindagi g'ayblarni haqiqatan bilib turman, oshkora va yushurun ishinglarni bilib turman demaganmidim dedi. O'z vaqtida farishtalarga Adamga sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqa hammasi sajda qildi. İblis sajda qilishdan bosh tortdi. Takabburlik qildi. U kofirlardan bo'lib ketdi. Biz Adamga, ey Adam, sen xotining, ya'ni Havva bilan jannatda turinglar. Jannatdagi narsalardan xolg'ininglarcha keng tasha yeb ichinglar. Bu daraxtga yaqinlashmanglar, ya'ni meyvasidan yemanglar. Bo'lmasa o'zinglarga zulm qiluvchilardan bo'lib qolsizlar dedik. Shayton u ikkisini tiyildirdi. Ya'ni man'iy qilingan daraxtning mevasini yegizib xatolashtirdi. Turayotgan jannatdan chiqardi. Adamga, Havvoga, Iblisga bir-biringlar bilan uchakashgan holda jannatdan yer yuziga tushinglar. Yer yuzida vaqtliq ajringlar to'shqicha yerlashinglar va ne'matlardan bahramand bo'linglar dedik. Adam Parvardigordan bir qancha so'z ta'lim oldi. Ya'ni gunohining kechirilishi uchun o'qiydigan duo uningga ilhom orqali bildirildi. Allah uning tavbasini qabul qildi. Allah haqiqatan tavbani bekmu qabul qilguchidir. Bandalarga nihoyatda mehribondir. Ularga hammanglar bu yerdan tushinglar. Sizlarga men tarafdan bir yo'l ko'rsatkichi, ya'ni payg'ambar keladi. Yo'limga ergashganlarga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi dedik. Kafirlar va bizning oyatlarimizni inkor qilganlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ey Isroil avlodi, mening sizlarga bergan ne'matimni yod etinglar. Menga bergan iymon etish va toat ibodat qilish haqidagi va'danglarga vafo qilinglar. Men sizlarga qilgan savob berish haqidagi va'damga vafo qilman. Mendinla qo'rqinglar. Men nozil qilgan Tavratni tasdiq qilguvchi Qur'onga iymon keltiringlar. Qur'onning birinchi bo'lib inkor qilguvchi bo'lmanglar. Oyatlarimni arzon bahoda sotmanglar. Menga taqvodorlik qilinglar. Haqni batilga, ya'ni Allah nozil qilgan haqiqatni o'zinglar o'ydirib chiqqan narsaga aralashtirmanglar. Haqni bilib turib yushirmanglar. Namozni ado qilinglar. Zakatni beringlar. Ruku qilguvchilar bilan birga ruku qilinglar. Ishlarni yaxshi ishqa buyurib, o'zinglarni unutmanglar. Halbuki sizlar kitob, ya'ni Tavratni o'qib turibsizlar. Tushunmamsizlar? Sabr qilish, namoz o'qish orqali Allohdan yordam tilanglar. Namoz Allohdan qo'rquvchilar, ya'ni kamtarlik bilan Allohga bo'ysunuvchilardan boshqalarga haqiqatan mushaqqatli ishdir. Allohdan qo'rquvchilar Parvardigorga chuqum muloqot bo'lganligiga va Allohning dargohiga chuqum qaytib borganligiga jazman ishonadi. Ey Isroil avlodi, sizlarga bergan ne'matimni va sizlarni bir zamonlarda tamom jahon ahlidan ustun qilganligimni yod etinglar. Kishiga azqatmaydigan, hech kishining shafoati qabul qilinmaydigan, hech kishidan fidya ilinmaydigan ular, ya'ni kofirlar va gunohkor bandalar yordamga erisholmaydigan kundan qo'rqinglar. O'z vaqtida sizlarni qattiq qiynagan
o'g'illaringlarni bo'g'izlab, qizlaringlarni ishqa silish uchun tirik qoldirgan Fir'avn guruhidan sizlarni qutqizdik. Bu Parvardigoringlarning yaxshi odam bilan yomon odamni ajratadigan cho'ng sinqi edi. O'z vaqtida dengizni yerib sizlarni qutqizdik. Ya'ni dengizning suyini o'ttirdan bo'lib, quruq yo'l hosil qilib, shu yerdan sizlarni salomat o'tkazdik va Fir'avn guruhini ko'z oldinglarda g'arq qildik. O'z vaqtida Musoga 40 kecha kutgandan keyin Tavratni nozil qilishni va'da qildik. U sizlardan ayrilgandan keyin o'zinglarga zulm qilib, Muzayni ma'bud qilib oldinglar. Shuningdan keyin shukr qilsin deb sizlarni afv qildik. O'z vaqtida sizlarni hidoyat topsin deb Musoga haqni botildan ayiruvchi kitobni, ya'ni Tavratni berdik. O'z vaqtida Musa o'z qavmiga: "Ey qavmim, sizlar Muzayni ma'bud qilib, haqiqatan o'zinglarga zulm qildinglar. Yaratquchinglarga tavba qilinglar. Muzayga cho'qinmaganlar cho'qinganlarni o'ldirsin" dedi. Bunda qilish yaratquchinglarning dargohida sizlar uchun yaxshidir. Alloh tavbanglarni qabul qildi. Allah tövbini haqiqatan bekmi qabul qilguchidir. Nahayati mehribondir. O'z vaqtida: "Ey Musa, Allohni o'p-o'chiq ko'rmagicha sana hargiz ishonmaymiz" dedinglar-da, sizlarga nozil bo'lgan azobni ko'rib turg'uninglar holda sizlarni chaqmoq so'qdi. Andin keyin sizlarni shukr qilsin deb o'lganinglardan keyin qayta tirildirdik. Sizlarga bulutni soyvan qilib berdik. Sizlarga taranjibin bilan budunini tushirib berdik. Biz sizlarga rizq qilib bergan pok shirin narsalardan yeb ichinglar dedik. Ular ne'matlarimizga nonko'rlik qilish bilan bizga emas, faqat o'zlariga zulm qildi. O'z vaqtida Musa orqali ajdodlaringlarga bu shaharga, ya'ni Baytul Muqaddasga kiringlar. U yerda xalqinglarcha kang tasha yeb ichinglar. Baytul Muqaddas darvozasidan shukr qilish yuzidan sajda qilgan holda kiringlar. Parvardigorimiz gunohlarimizni kechirgin danglar. Gunohlarni mag'firat qilamiz, yaxshilarga texmo ortiq savob beramiz dedik. Zulm qilguvchilar o'zlariga so'zlangan so'zni boshqa so'zga o'zgartirdi. Zulm qilguvchilar yo'ldan chiqqanliklari, ya'ni Allohga osiylik qilganliklari uchun ularga osmondan azob tushirdik. O'z vaqtida Musa o'z qavmi uchun suv talab qilgan edi. Biz uningga Hasan bilan toshni urg'in dedik. Toshdan 12 buloq etilib chiqdi. Hamma odam, ya'ni qabila o'zining suv ichadigan o'rinni bildi. Ularga Alloh bergan rizqdan yanglar va ichinglar, yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar dedik. O'z vaqtida Sina cho'lda taranjibin va buduna bilanla uzuqlanayotganinglarda sizlar: "Ey Musa, biz bir xil yemaklikka chidab turolmaymiz. Biz uchun Parvardigoringga duo qilgin. Bizga zaminning ko'ktatlaridan tarhamak, samsaq, yismoq va piyozlarni o'stirib bersin" dedinglar. Musa: "Sizlar yaxshini nacharga tegishamsizlar, ya'ni piyoz, samsaq, ko'ktatni taranjibin bilan budundan ortiq ko'ramsizlar. Biror shaharga kiringlar. Shu yerda tilgininglar bor" dedi. Ular xonliqda, muhtojlikda qoldi. Allohning g'azabiga tegishlik bo'ldi. Bu ularning Allohning oyatlarini inkor qilganliklari, payg'ambarlarni nohaq o'ldirganliklari tufaylidan bo'ldi. Bu Allohga osiylik qilganliklari va haddidan oshganliklari tufaylidan bo'ldi. Shubhisizki, mu'minlar, yahudiylar, nasoralar orasidan va farishtalarga, yulduzlarga cho'qing'uvchilar orasidan Allohga, oxirat kuniga iymon keltirgan va yaxshi amallarni qilganlar Parvardigorning qishida o'z ajridan bahramand bo'ladi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u yo'qdir.
Öz vaqtida biz sizlardan chin va'da olgan va to'rt tig'ini ustinglarga tiklab qo'ygan. Sizlarga dunyoda halok bo'lishdan, oxiratda azobga qilishdan saqlanishinglar uchun biz bergan kitobni mahkam tutinglar, ya'ni Tavratga amal qilinglar, uningdagi ahkomlarni esinglarda saqlanglar degan edik. Shuningdan keyin bergan va'danglardan yuz o'rdinglar. Sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasaydi, cho'qim ziyon tortquchilardan bo'latdinglar. Aranglardagi shanba kuni biliq tutmaslik to'g'risidagi shariat cheklamasidan chiqib ketguchilarni qanday qilganligimizni albatta bilasizlar. Biz ularga har maymun bo'lib ketinglar dedik. Uni, ya'ni ularga berilgan bu jazoni zamondoshlari va keyingilar uchun ibrat, taqvodorlar uchun vaz-nasihat qildik. Öz vaqtida Musa o'z qavmiga Alloh haqiqatan sizlarni bir kalla bo'g'izlashga buyurdi degan edi. Ular bizni masxara qilyapsan dedi. Musa jahillardan, ya'ni masxara qilguvchilardan bo'lib qolishdan Allohga sig'inib panoh tilayman dedi. Ular biz uchun Parvardigoringga iltijo qilginki, bizga qanday kala ekanligini bayon qilsin dedi. Musa Allah uni qirmu emas, yoshmu emas, o'ttira yosh bo'lsin deb aytdi. Sizlar buyurilganni qilinglar dedi. Ular biz uchun Parvardigoringga iltijo qilginki, bizga uning rangini bayon qilsin dedi. Musa aytdiki, Allah haqiqatan uning rangi qarg'uvchilarni zo'qlantiradigan sapsiriq bo'lsin dedi. Ular Parvardigoringga iltijo qilgan, uning qanday ekanligini bizga bayon qilsin, ya'ni dehqonchilikqa ishiltilgan kalimo yoki samartish uchun beqilgan kalimo bu bizga mujmal bo'lib qoldi. Bu aniq bo'lgan bo'lsa, Xudo xolsa uni biz cho'qim topamiz dedi. Musa Allah uning yer haydab, ekin sug'urib kundirilgan bo'lmasligini bijirim olsi yo'q, ya'ni rangida siriqdan boshqa rang yo'q bo'lishini aytdi dedi. Ular endi to'liq bayon qilding dedi. Ular kalni tepib kelib bo'g'izladi. Ular savol so'raverganlikdan buni o'rnatolmag'ili tas qoldi. O'z vaqtida sizlar bir kishini o'ldirgan va qotilning kimligi to'g'risida datalash qilishgan edinglar. Sizlar yushirmoqchi bo'lgan narsani, ya'ni qotilning ishini Allah oshkorlag'uchidir. Sizlarga Musa orqali dedikki, kallining bir parchasi bilan o'likni o'ringlar. U tirilib qotilni etib beradi. Allah o'liklarni shundoq, ya'ni ko'z oldinglarda bu o'likni tirildirgandek tirildirdi. Sizlarni tushansin deb qudratining alomatlarini sizlarga ko'rsatdi. Ey Yahudilar jamoasi, shundan keyin, ya'ni shonliq mo'jizalarni ko'rgandan keyin dilinglar qetib ketdi. Tashdek yoki tashdinmi qattiq qetib ketdi. Tashlar orasida ichidan suv etilib chiqib, iriqlar hosil bo'lganlari bor. Yerlib orasidan suv chiqadiganlarmi bor. Allohdan qo'rqib tog' cho'qqilardan dumlab tushadiganlarim bor. Demak, tash yumshaydi. Sizlarning dilinglar bo'lsa yumshamaydi va ta'sirlanmaydi. Alloh qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ey mu'minlar jamoasi, Davudlar orqali Yahudilarning iymon etishini umid qilamsizlar. Holbuki ulardan bir guruh odam Allohning kalomini anglab tushungandan keyin uni bilib turib qasdan o'zgartirdi. Ular mu'minlar bilan uchrashganlarida iymon etdik deydi. Bir-biri bilan yolg'iz joyda tepishganlarida Parvardigoringlar qishida mu'minlar sizlarga qarshi pakat ko'rsatsin deb Alloh sizlarga bildirgan vahiyni, ya'ni Muhammad alayhisolamning Tavratdagi sifatlarini ularga so'zlab beramizlar. Buni tushunmamsizlar deydi. Yahudilar o'zlarining yushrun va oshkora ishlarini Allohning bilib turadiganligini hukmamdi. Ularning savodsizlari kitobni, ya'ni Tavratni hukmaydi.
Ahbarlari o'ydirib chiqqan o'ydirmalarni bo'ladi. Gumon bilanla ish qiladi. Kitobni o'z qo'llari bilan yozib, uni oz pulga setish, ya'ni dunyoning ozg'ina manfaati uchun bu Alloh tarafidan nozil bo'lgan teguvchilarga voy. Qo'li bilan yozganlari, ya'ni Tavratni o'zgartganliklari uchun ularga voy. Buning bilan erishgan harom narsalari uchun ularga voy. Ular bizni do'zax o'ti sanoqli kunlarla ko'ydirdi deydi. Ularga sizlarga Alloh shunday qilishga va'da berganmi? Va'da bergan bo'lsa, Alloh va'dasiga hargizmi xiloflik qilmaydi. Yoki o'zinglar bilmaydiganni Alloh nomidan da'vatamsizlar degin. Undaq emas. Sizlarni do'zax o'ti ko'ydirdi. Gunoh qilgan va gunohga cho'mib ketganlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar ahli jannatdir. Ular jannatda mangu qoladi. O'z vaqtida biz Isroil avlodidan Allohdan boshqaga ibodat qilmaslikka, ota-onaga, xish aqrbolarga, yetimlarga, miskinlarga yaxshilik qilishga, kishilarga yaxshi so'z qilishga, namoz o'tashga, zakot berishga ahd oldik. Aranglardagi ozg'ina kishilardan boshqalar ahdidan yenib oldinglar. Sizlar hamisha ahdinglardan yenib olsizlar. O'z vaqtida bir-biringlarning qinini to'kmaslikka, bir-biringlarni yurtlaringlardan haydab chiqarmaslikka sizlardan chin ahd olgan edik. Keyin buni, ya'ni ahdini e'tirof qilgan edinglar. Buningga o'zinglar guvohsizlar. Keyin sizlar ahdini buzib, bir-biringlarni o'ldirdinglar. İchinglardan bir turkum kishilarni yurtidan haydab chiqardinglar. Gunoh va dushmanlik qilish bilan ularning qarshi tarbiyadegilarga yordam berdinglar. Ular asir tushib kelsa, fidya berib qutqizib olsizlar. Halbuki ularni yurtlaridan haydab chiqarish sizlarga harom qilingan edi. Ya'ni bir-biringlarni o'ldirish va yurtdan haydab chiqarishni ravo ko'rsizlar-ku, ularning asirga tushib dushmanlaringlarning qo'lida bo'lib qilishni ravo ko'rmaysizlar. Sizlar kitobning, ya'ni Tavratning bir qism ahkomlariga ishonib, bir qism ahkomlarni inkor qilamsizlar. Sizlardan shunda qilganlarning jazosi faqat hayoti dunyoda xorliqqa qilish, qiyomat kuni qattiq azobga duchor bo'lishdir. Alloh qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ana shular oxiratni berib, dunyo tirikchiligini setib olgan kishilardir. Shuning uchun ulardan azob yengiltilmaydi. Ularga yordam qilinmaydi. Shak shubhisizki biz Musoga kitob, ya'ni Tavrat berdik. Uningdan keyin orqama-orqa payg'ambarlar avatdik. Hamda uni Ruhul Qudus, ya'ni Jibril bilan yo'lidik. Har qachon biror payg'ambar ko'nglinglarga yoqmaydigan bir narsa ilib kelsa, takabburlik qilaveramsizlar. Bir qism payg'ambarlarni inkor qildinglar, yana bir qism payg'ambarlarni o'ldirdinglar. Ular dillarimiz pardlangan dedi. Undaq emas, ularning kufr sababli Alloh ularga la'nat qildi. Ulardan iymon etadiganlar nahiti az. Ularga Alloh tarafidan ulardagi kitob Tavratni tasdiqlaydigan kitob Qur'on nozil bo'lgan chaqda uningga ishonmadi. Ilgari ular Muhammad alayhisalomni vasita qilib kofirlarga qarshi o'zlariga yordam kelishni tilaydi. Ular bildigan, ya'ni Tavratda sifati bayon qilingan payg'ambar kelgan chaqda uni inkor qildi. Allah kofirlarga, ya'ni payg'ambarlarning tuganchisini inkor qilgan yahudlarga la'nat qildi. Yahudiylarning Alloh nozil qilgan Qur'onni inkor qilishi Allohning o'z fazlini, ya'ni payg'ambarlikni xalqan bandasiga tushirganligiga hasad qilishi ustidandir. Ularning o'zlarini, ya'ni
iymonni kufrga setish ajab yomon ishdir. Ular üsti-üstiga g'azabga tegishlik bo'ldi. Kafirlar harlig'uchi azobga duchor bo'ludi. Ularga Alloh nazil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga iymon keltiringlar deyilsa, ular o'zimizga nazil qilingan kitobga, ya'ni Tavratga iymon keltiramiz deydi. Uningdan keyingi kitobga, ya'ni Qur'onga ishonmaydi. Halbuki u, ya'ni Qur'on haqdir. Ularning qo'lidagi kitobni tasdiq qilguchidir. Ularga sizlar Tavratga ishonadigan bo'lsanglar, ilgari nima uchun Allohning payg'ambarlarini o'ldirdinglar degin. Musa sizlarga haqiqatan aniq mo'jizalarni keltirdi. Musa Tur tig'iga ketgandan keyin o'zinglarga zulm qilib, Muzoyni ma'bud qilib oldinglar. O'z vaqtida biz sizlardan Tavratga amal qilishga chin va'da olgan edik. Sizlarga men nazil qilgan kitobni mahkam tutinglar, bo'lmasa ustinglarga tag'ni tashlaymiz deb Tur tig'ini ustinglarga tikladik va Tavratga quloq solinglar dedik. Ular so'zingga quloq soldik, amringga osiylik qildik deyishdi. Ularning kufr tufaylidan dillariga Muzoyning muhabbati singib ketdi. Ularga agar sizlar mu'min bo'lsanglar, iymoninglar sizlarni ajab yomon ishga buyuridikina? Sizlar mu'min emas, chunki iymon Muzoyga cho'qinishga buyurmaydi deyin. Ularga agar oxirat yurti, ya'ni jannat Allohning qishida sizlar gumon qilgandek boshqalarga emas, yolg'iz sizlarga xos bo'lsa, sizlarni jannatga ulashtiradigan o'limni arzu qilib beqinglar. Jannat bizga xos degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar deyin. Ular qilgan yomon amallari sababli o'limni hargizmi arzu qilmaydi. Alloh zolimlarni obdan bilguchidir. Shubhisizki, ularni hayotga hamma kishidan, hatto mushriklardanmi heris ko'rsan. Har biri 1000 yil umr ko'rishni arzu qiladi. Uzun umr ko'rish ularni azobdan qutuldirib qololmaydi. Alloh ularning qilmishlarini aniq ko'rib turguchidir. Aytdinki, Jibrilga dushman bo'lgan odam Allohga dushmandir. Chunki u, ya'ni Jibril, Allohning amri bilan o'zidan ilgirkini, ya'ni samoviy kitoblarni tasdiq qilguvchi, to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi, mo'minlarga bishorat beruvchi Qur'onni sening qalbingga nozil qildi. Kimki Allohning farishtalarini, payg'ambarlarini, Jibrilni, Mikoilni dushman tutadigan, Allohni dushman tutgan bo'ladi. Shubhisizki, Alloh kofirlarni dushman tutadi. Shak shubhisizki, sana biz ro'shan oyatlarni nozil qildik. Ularni faqat to'g'ri yo'ldan chiqqanlarla inkor qiladi. Har qachon ular biror ahda tuzishsa, bir turkumi uni buzadi. Balki ularning, ya'ni yahudlarning to'lisi Tavratga iymon etmaydi. Ularga Alloh tarafidan qo'llaridagi kitobni tasdiqlaydigan bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, uning payg'ambarlik dalillarini bilmaydigandek Allohning kitobini, ya'ni Tavratni orqasiga cho'rib yetadi. Ya'ni Tavratning so'zlariga amal qilmaydi. Ular Sulaymonning podshohlik zamonidagi shaytonlarning sehrgarligiga oid so'zlarga ergashdi. Sulaymon sehrgar bo'lgani va sehr o'rganish bilan kofir bo'lgani yo'q. Lekin shaytonlar kishilarga sehr o'rgatib kofir bo'ldi. Ular Babildagi Harut, Marut deyiladigan ikki farishtaga nozil qilingan sehrni o'rgatdi. Bu ikki farishta biz kishilarni sinaymiz, kofir bo'lmagan demigicha hech kishiga sehr o'rgatmaydi. Ular bu ikkisidan xotinni bir-biridan ayirib etadigan narsalarni, ya'ni sehrgarlikni o'rgatdi. Ular sehr orqali Allohning ruxsatisiz hech kishiga ziyon yetkazolmaydi. Halbuki ular o'zlariga ziyni bor, foydasi yo'q narsani o'rgatdi.
Yahudilar Tavratni tashlab, sehrni setib olguvchiga oxiratda Allohning rahmatidan va jannatidan hech nasiba yo'q ekanligini obdan biladi. Ular jonlarining badiliga setib olgan narsaning, ya'ni o'zlari uchun sehr uyg'onishni tanlashining ajabmi yomon ish ekanligini kashki bilsa edi. Agar ular iymon keltirsa, sehrni tashlab Allohdan qo'rqsa, ular uchun Allohning dargohidagi savob albatta yaxshi edi. Kashki ular buni bilsa edi. Ey mo'minlar, payg'ambarga ra'ina deb xitob qilmay, unzurna deb xitob qilinglar. So'zga quloq solinglar. Kafirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Ahli kitob va mushriklardan bo'lgan kafirlar Parvardigoringlar tarafidan sizlarga biror yaxshilikning tushishini yoqtirmaydi. Allah o'zining xohlagan bandasiga payg'ambarlikni xos qiladi. Allah cho'ng fazil egisidir. Qandaqla bir oyatni amaldan qoldirsak yoki unutildirsak, o'rniga uningdan ortiq yoki shuningga o'xshash bir oyatni keltiramiz. Allohning har narsaga qodir ekanligini bilmamsan? Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga mansub ekanligini bilmamsan? Sizlarga Allohdan boshqa hech qanday do'st va madadkor yo'qdir. Ular, ya'ni Yahudilar, ilgari Musodan savol so'ragandek, sizlarmi payg'ambarlardan savol so'rmoqchi bo'lamsizlar? Kimki iymonni kufrga tegishsa, u haqiqatan to'g'ri yo'ldan ozgan bo'ladi. Ahli kitob ichidagi nurg'un kishilar o'zlariga haqiqat, ya'ni dinlarning haqiqiy oshkora bo'lgandan keyin hasad qilish yuzidan sizlarni iymoninglardan qaytarib kafir qilishni orzu qiladi. Allohning amri kelganga qadar, ya'ni Alloh sizlarga ular bilan urush qilishga ruxsat qilguncha ularni afu qilinglar va kechiringlar. Allah haqiqatan har narsaga qodirdir. Namozni ado qilinglar, zakotni beringlar. O'zinglar uchun ishlagan har qanday yaxshi amal bo'lsa, Allohning dargohida uning savobini topsizlar. Allah haqiqatan qilgan amallaringlarni ko'rib turguchidir. Ular Yahudi yoki Nasara bo'lmagan odam, ya'ni Yahudilar Yahudi bo'lmagan odam, Nasaralar Nasara bo'lmagan odam hargizmi jannatga kirmaydi deyishdi. Bu ularning quruq orzusidir. Agar sizinglarda rostchil bo'lsanglar, dalilinglarni keltiringlar deyin. Undaq emas. Kimki yaxshi amallarni qilgan holda o'zini Allohga topshiradi ekan, ya'ni Allohning amriga bo'ysunib, amalni xolis Alloh uchun qiladi ekan, u Parvardigorning dargohida savobdan bahramand bo'ladi. Ularga oxiratda hech qo'rqinch va g'am-qayg'u bo'lmaydi. Yahudilar Nasoralarning hech qanday asosi yo'q, ya'ni ular to'g'ri dinda emas, dedi. Nasoralarmi Yahudilarning hech qanday asosi yo'q, ya'ni ular to'g'ri dinda emas, dedi. Halbuki ular kitobni, ya'ni Yahudilar Tavratni, Nasoralar Injilni o'qiydi. Bilimsiz odamlar, ya'ni arab mushriklarmi ular degandek, dedi. Allah qiyomat kuni ularning o'zaro ixtilof qilishgan narsalari ustida hukm chiqaradi. Allohning masjidlarida Allohning nomining yod qilinishini to'sgan va ularni vayron qilishga uringanlardanmi zolim kishi bormi? Masjidlarga ularning faqat qo'rqqan holda kirishi loyiq edi. Ular dunyoda rasvo bo'ladi. Oxiratda cho'ng azobga, ya'ni do'zax azobiga duchor bo'ladi. Mashriqmi, mag'ribmi, ya'ni butun yer yuzi Allohningdir. Qaysi tarafga yuzlansanglarmi, u Allohning tarafi, ya'ni sizlarga ixtiyor qilgan qiblasidir. Allohning mag'firati haqiqatan kengdir. Alloh hammani bilguchidir. Ular, ya'ni Yahudilar, Nasoralar, mushriklar
Allah'ның balası var deydi. Allah ularning gumon qilgan narsasidan pakdir. Undaq emas. Osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohningdir. Hammasi uningga bo'ysunguchidir. Allah osmonlar va ziminni yo'qdan bar qilguchidir. Bir ishni vujudga keltirishni iroda qilsa, vujudga kel deydi da u vujudga keladi. Bilmaydiganlar, ya'ni Quraysh kofirlari Allah nima uchun biz bilan so'zlashmaydi yoki nima uchun bizga rost payg'ambarlikning dalili ustida biror mo'jiza kelmaydi deydi. Ulardan burun o'tganlarmi payg'ambarlarga shundoq so'zni qilgan edi. Ularning dillari bir-biriga o'xshaydi. Oyatlarimizni jazman ishonadigan, ya'ni haqiqat izlaydigan qavm uchun haqiqatan bayon qildik. Biz seni haqiqatan mu'minlarga jannat bilan xush xabar berguchi, kofirlarni do'zax azobidan ogohlantirguchi qilib haq din bilan avatdik. Sen ahli do'zax, ya'ni kofirlardan iymon etmaganlar to'g'risida javobgar emassan. Sen Yahudilar va Nasaralarning dinga kirmagicha ular sendan hargizmi rozi bo'lmaydi. Ey Muhammad, ularga aytdingki, to'g'ri yo'l faqat Allohning yo'lidir. Sana ilm kelgandan keyin, ya'ni poklik haqiqat sana oshkora bo'lgandan keyin, agar sen ularning nafsi xohishlariga ergishadigan bo'lsang, seni Allohning azobidan qutqizadigan hech qanday do'stmi bo'lmaydi, madadkormi bo'lmaydi. Biz ato qilgan kitobni tegishli ravishda o'qiydiganlar bor. Ana shular uningga ishonadi. Kimlarki kitobni, ya'ni Qur'onni inkor qiladi ekan, ular ziyon tortquchilardir. Ey Isroil avlodi, sizlarga bergan ne'matimni va sizlarni bir zamonlarda hamma jahon ahlidan ustun qilganligimni yod etinglar. Birovga birov qilchilik yordam qilolmaydigan, hech kishining fidyasi qabul qilinmaydigan, hech kishining shafoati paydo qilmaydigan, ularga, ya'ni kofirlar va gunohkorlarga yordam qilinmaydigan kundan qo'rqinglar. O'z vaqtida Ibrohimni Parvardigori bir qancha amallar, ya'ni shariat takliflari bilan sinadi. Ibrohim ularni bajo keltirdi. Allah uningga seni chuqur kishilarga dinda peshvo qilaman dedi. Ibrohim mening bir qism avlodimni peshvo qilsang dedi. Allah mening peshvo qilish ahdimga zolimlar, ya'ni kofirlar erisholmaydi dedi. O'z vaqtida biz Ka'bani kishilar uchun jam bo'lgan joy va omon joy qilib berdik. Kishilarga maqomi Ibrohimni namozgoh qilinglar, ya'ni shu yerda namoz o'qinglar dedik. Ibrohim bilan Ismoilga uyimni, ya'ni Ka'bani tavob qilguvchilar, itkobda o'ltirguvchilar, ruku qilguvchilar, sajda qilguvchilar uchun pok tutishni buyurdik. O'z vaqtida Ibrohim, Parvardigorim, bu yerni, ya'ni Makkani tinch shahar qilib bergin. Aholisidan Allohga va oxirat kuniga iymon etganlarni turli mevalar bilan rizqlantirgin dedi. Allah kafir bo'lgan odamni rizqdan ozgina muddat, ya'ni hayotligida bahramand qilaman, ondan keyin uni oxiratda do'zaxga haydayman dedi. Bu nima degan yomon oqibat? O'z vaqtida Ibrohim bilan Ismoil Ka'baning ulini qo'pirib yetib, Parvardigorimiz bizning xizmatimizni qabul qilgan, sen haqiqatan duoyimizni anglab turg'uchisan, niyatimizni bilib turg'uchisan. Parvardigorimiz ikkimizni o'zingga itoatman qilgan, bizning avlodlarimizdanmi o'zingga itoatman ummat chiqargin, bizga hajimizning qoidalarini bildirgin, tavbamizni qabul qilgin, chunki sen tavbani nihoyatda qabul qiluvchisan, nihoyatda mehribonsan.
Parvardigorimiz, ularning ichidan oyatlaringni ularga tilovat qilib berdigan kitobingni, ya'ni Qur'onni, hikmatni, ya'ni pok sunnatni ularga o'rgatadigan, ularni mushriklik va gunohlardan pok qiladigan bir payg'ambar avatgin. Haqiqatan sen g'olibsan, hikmat bilan ish qiluvchisan, dedi. O'zini ahmoq qilganlardan boshqa kim Ibrohimning dindan yuz o'riydi? Haqiqatan biz uni bu dunyoda payg'ambarlikka tanladik. Shak shubhisizki oxiratda u yaxshilar qatorida bo'ladi. O'z vaqtida Parvardigori uningga Parvardigoringning amriga itoat qilgin, dedi. U olamlarning Parvardigoriga itoat qildim, dedi. İbrahim va Yaqub o'z o'g'illariga vasiyat qilib, "Ey o'g'illarim, Alloh sizlarga mushu dinni, ya'ni islom dinini tanladi. Faqat musulmon pitinglarcha o'linglar, ya'ni iymoninglarda mahkam turinglar, toki iymon bilan ketinglar", dedi. Yaqub jon uzayotgan vaqtida sizlar yinda bormadinglar? Shu chaqda Yaqub o'g'illaridan "Men o'lgandan keyin sizlar kimga ibodat qilasizlar?" deb so'radi. Ular "Sening ilohing va ota-bobolaring Ibrohim, Ismoil, Ishoqlarning ilohi bo'lgan bir Allohga ibodat qilamiz, biz uningga itoat qiluvchimiz", dedi. Ular o'tgan bir ummatdir. Ularning amallarining savobi o'zlari uchundir. Sizlarning amalinglarning savobi o'zinglar uchundir. Ularning qilmishiga sizlar javobgar emas. Ular Yahudi yoki Nasara bo'linglar, to'g'ri yo'l topsizlar, deydi. Undaq emas. Biz Ibrohimning islomga uyg'un diniga ergishimiz. U mushriklarning emas edi, degin. Aytinglarki, Allohga iymon etdik. Bizga nozil qilingan vahiyga Ibrohimga, Ismoilga, Ishoqqa, Yaqubga va uning avlodlariga nozil qilingan vahiyga, Musoga berilgan Tavratga, Isoga berilgan Injilga va payg'ambarlarga Parvardigori tarafidan berilgan kitoblarga iymon etdik. Ulardan hech birini ayirmaymiz, ya'ni Yahudilar va Nasaralarga o'xshash ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilmaymiz. Biz Allohga bo'ysunguchilarmiz. Agar ular, ya'ni ahli kitob, sizlar iymon etgandek iymon etsa, albatta to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular iymondan yuz o'rsa, sen bilan adovatda bo'lgan bo'ladi. Ularga qarshi Alloh sana kifoyadir. Allah ularning so'zlarini anglab turg'uchidir. Hiyla mikrni bilib turg'uchidir. Allohning dinda ching turinglar. Allohning dindan yaxshi kimning dini bor? Biz Allohga ibodat qiluvchilarmiz. Biz bilan Alloh to'g'riliq munozirlashamsizlar. Halbuki u ham bizning Parvardigorimiz, ham sizlarning Parvardigoringlardir. Bizning amallarimiz o'zimiz uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchundir. Biz Allohga sodiqmiz, degin. Yoki Ibrohim, Ismoil, Ishoq, Yaqub va uning avlodi Yahudi edi yoki Nasara edi deysizlar. Aytqinki, ularning qaysi dinda ekanligini sizlar obdan bilamsizlar yoki Alloh obdan bilamdi. Qulida Alloh nazil qilgan dalil isbot turib, uni yushirgan odamdan zolim kim bor? Alloh sizlarning qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ular o'tgan bir ummatdir. Ularning amallari o'zlari uchundir. Sizlarning amalinglarmi o'zinglar uchundir. Ularning qilmishiga sizlar javobgar emas.